Nimaga hamma turmushga chiq deydi. Yigit ham topib berishga tayyor-da, ba'zilarda. To'g'risini aytaman. Turmushga chiqmaysanmi? Yoshing o'tib boryapti, 30 ga yaqinlashib qolding, 30 ga kirding deyotgan gaplar juda ham ko'p bo'ladi. Xullas, yigit topib beraman, xolamni o'g'li bor deydiganlar ham ko'p. Mani o'g'lim bor, menga kelin bo'ling deydiganlar ham juda ham ko'plab hayotingda uchraverar ekan. Lekin hamma shu savolni beradi. Qachon turmushga chiqasiz? Men o'zim sizga yigit topib beraymi? Yigitingiz yo'qmi? Turmushga chiqishni xohlamaysizmi? Nimaga turmushga chiqmagansiz? degan gaplar juda ko'p bo'ladi. Nimaga endi? Men to'yingni qilib beraymi degan gaplar bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Nimaga sharoitingni so'rashmaydi hech kim? To'y qilishga sening sharoiting bormi demaydi. Lekin turmushga nimaga chiqmagansiz deyaveradi. Endi sharoitingni tushuntirsangiz, bundan battar sharoitdagilar ham oila qurib ketgan, turmushga chiqib ketgan deb gapirishni boshlaydi. Nimaga shunaqa? Nimaga hech kim seni to'yini qilib beray demaydi? Nimaga sharoitingni shunday ko'rib bila turib ham sendan nimaga turmushga chiqmagansiz deb so'raveradi? Nimaga shunaqa? Olim ajoyibsizlar-da. Bitta men emas, boshqa qizlardan ham shunaqa so'rashaveradi-da. Menimcha hamma shu savolga javob berishga o'ylanib qolsa kerak. Nimaga turmushga chiqmagansiz degan savol bu qiz bola uchun umuman yoqimsiz-da. Bu savolni bersa, qiz bola bu savolga javob berishni xohlamaydi. Chunki uni har xil oilasida sharoit bo'lishi mumkin. Balki turmushga chiqishni hozir xohlamayotgandir u qiz. Balki orzusidagi insonni uchratgani yo'qdir. Misol uchun men ham orzumdagi insonni hali beri uchratmadim. Meni sevadigan, bir umr yonimda bo'ladigan, men bilan yaxshi yomon kunimda, boylik yoki kambag'al bo'lgan payt ham meni yonimdan hech qanaqa ketib bormaydigan yigitni hali men hayotimda hech qanaqasiga uchratganim yo'q. Menga xiyonat qilmaydigan bo'lish kerak. Unaqa yigit yo'q menimcha. Yana bilmadim, balki hayotimda uchrab qolar. Fikrlarimiz, doiramiz bir-birimizga mos bo'lishi kerak. Har doim boyligi, kambag'alligida ham meni yonimda turib bera olishi kerak. Ya'ni yetishmovchiliklarga ham chidaydigan yigit bo'lishi kerak. Hali unaqa yigitni men hayotimda uchratmaganman, shuning uchun ham turmushga chiqmaganman. Nimaga turmushga chiqmagansiz degan savollarga javob-da bu. Shunaqa. Menimcha hamma qizga shu savolni bersa, qizlarga yoqmasa kerak. Xo'sh, shunaqa. Tamom.